Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga qo'ziqorinli salat tayyorlab ko'rsataman. Buning uchun bizga 500 gram qo'ziqorin, 2 dona tuzlangan, 2 dona sveji bodring, 150 gram dastar, 5 dona tuxum, murch, tuz, mayonez, piyoz, pomidor, ko'kat kerak bo'ladi. Ishimizni Bismillahirrohmanirrohim deb qo'ziqorinlarimizni to'g'rashdan boshlaymiz. Qo'ziqorinlarimizni mana shu shaklda to'g'rab olamiz. Mana qo'ziqorinlarimizni to'g'rab oldik. Endi piyozimizni ham mayin qilib to'g'rab olamiz. Yirik bo'lmasligi lozim piyozimiz, shuning uchun mayinroq qilib to'g'rab oldim. Endi qizib turgan tovamizga yog'imizni solib, piyozimizni solishtiramiz. Piyozimizni qovurib olgach, qo'ziqorinlarimizni solib aralashtiramiz. Mana qo'ziqorinlarimizni aralashtirib oldik. Endi 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq ziravorlardan solib aralashtiramiz. Qozonimizni qopqog'ini yopib qo'yamiz. Endi tuxumlarimizni mayin qilib to'g'rab olamiz. Albatta tabingizga qarab tuxumni ko'paytirishingiz mumkin. Men 5 dona tuxumdan foydalandim. Ana endi tuzlangan bodringimizni ham solib olaman. Uni ham mayin qilib to'g'rab olaman. Har xil shaklda to'g'rayapman. Sveji bodringimizni ham shu shaklda to'g'rab olaman. Ularni ham idishimizga joylashtiraman. Sirimizni men 150 gramda ishlatdim. Siz ozroq ishlatsangiz ham bo'laveradi, ishlatmasangiz ham bo'laveradi. Ammo sir solingan salat ta'mi o'zgacha bo'ladi. Sirimizni ozroq yirikroq qilib to'g'rab oldim. Ularni ham solib oldim. Endi ko'katlarimizni ham mayin qilib to'g'rab olaman. Ularni ham solib olamiz. Pomidorimizni ham to'g'rab olamiz. Pomidor ozroq yirikroq bo'lishi kerak. Qo'ziqorinlarimizni solib oldim. Qo'ziqorinlarimiz kuygani yo'q, ko'rinishi shunday bo'lishi lozim. Mana endi salatimizga solamiz va mayonezni solib olamiz. Mayonezni soldim va tuz ham ozroq tuz solib aralashtirdim. Tuzni ko'p solib yormang. Mana salatimiz tayyor. Agarda videorolikimiz ma'qul